Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar, tinch omonmisizlar? Mana biz yangi obyektga tashrif buyurganmiz. Keyingi klientimizning xonadoniga. Xullas mana ikkita xonani remonti va sanuzelini olganmiz. Sanuzellarimiz mana baniya va ikki xona. Xudo xolasa chiroyli qilib topshiramiz. Kuzatib boring. Hali qiziqlari oldinda. Nasıl chiroyli bo'ladi xudo xolasa. Patologlarimizni bitiryapmiz. Ertindin ancha o'zgarish kiritamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zlaringizni ehtiyot qiling.